偉人物語。名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。(1886) Berlin daşiyəsinin fan tədqiqat ornuğa Yaponiyalik Kitasato Shibasaburo isimli bir elən imtihan berib gəldi. Oo! Nişe şu kende? Ahır tepibmi? Adama mı? Bu tədqiqat ornida dünya məşhur alimlar mikroorganizm və bakteriyani tirishib tədqiq qılıbdı. Efendiler, keçirinler. Ben Yaponiya tibbi ilim sahasındaki yaş evlat. İsmim Kitasato Shibasaburo. Köpüre hayır halı kılasılar. Ben bu Yaponiya'nın çet eldeki okuğucu sütüm bilen silerge okşaş ustazlar ve kesiptaşlarının arzısıga qetilganlığımdan qattiq hayacanlanıp ben. Bana okşaş bir adetki ziyalinin dünyada birinci orunda turduğun tədqiqat orunda işleyilişi hakikaten adamın aklı yetmeydiğen iş. Bunu hatta özüm o tasavvur kılamayıp ben. Ama bu mu oldu iş oldu. Benim cozam nerede okuydu? Mağu cozu pez cozken. Bana okşaş bir adetki ziyalığa muşundaq viviska tazı muhabbak. Siz nima yolsiz? Bu Koq efendinin cozu tursa. Setiş kıttım efendim. Bir yakilin. Bu Yaponiya'nın alayda tügüncek çiçi. Bunu sizge soğuk kılay. Efendim, bu yakilin. Ben sizden bir işini sormakçı. Bu nime? Bu diyen bu. Efendim, ondaqda ahuçu. Bu diyen bu. Ben bunu sizge tapşırsam boğudu. Efendim. Bunu sizge berey. Ben mi mangaştıray? Ben mangaştıray. Hemmisini tinci alışınız mı? Koq efendim, ben sizden bu meseleni sormak istedim. Yapqamaysınız o. Ne ket o? Shibasaburo bilim ve texnikada aqida qalgan Yaponiyadan dünyada birinci o'rinda turadigan fan tadqiqot yurtiga qadam basgan aman butun zehni bilan o'rganishga kirishib ketdi. Ammo bunu limit deb o'qiymiz, Koq efendim. Deb bering. Ajab qo'rak tadbiqi odamgina bu. Efendim, sizni avar qilay. Efendim, sizni avar qilay ayting, bu masalani. Efendim, bunu efendim, sizni birden avar qilay bulamdı. Bu masalani sizni sormak istedim. Ben bunun to'g'risini faqat uqamadim. Siz yetishmaysiz bo'pti ekan. Efendim, Shibasaburoning bilim ilishga bo'lgan o'tda qiziqligini ko'rgan ko'pchilik asta uningdan yiqilgan bo'ldi. Ammo bu uning uchun baribir edi. Efendim, bu qandaq? Kim o? Efendim, ben sizden bu meseleni sorumsam bo'lmaydi. Efendim, to'xtab turing. Bu meseleni sizni sorumsam bo'lmaydi. To'xtab turing efendim. To'xtang. Rahmat sizga. To'xtang. Voy voy. Rahmat sizga. Bu nima qilganingiz,
Ne meseleni sormoqchidingiz, ha? Tag'a, balkim sizmi bir ustoz bo'lishingiz mumkin. Hay, bunchalik narsani kichik bolalarmi biladi? Men vatanimga mushtaq qaytam dema. Sizmi Yaponiyada olim hisoblanamsiz? Albatta, men Yaponiyada birinchi darajalik olim hisoblanaman. Undaqda Yaponiyada odam kasal bo'lib qolsa davolash mumkin emas-kanda. Nima? Bu mundaq ish. Yaponiya Meijining o'ttirlarida kasalning oldini olish va kasal davolash jihatlarida g'arib kisilishtirganda yanada nihoyat oqid edi. Namratlar og'risa, hamisha duo tilovat qilib, Xudodan madad tilaydi. Ko'p sondagi jamiyat a'zolarining davolanish va tozalik muhit yaxshi bo'lmag'achqa, qo'rqinchli yuqumli kasalliklar adab ketadi. Bundaq echinishli ahvol qarta muvofiq chora tepish zarur edi. Buning uchun g'arbning ilg'or tibbiy ilmini tizdan o'rganmay bo'lmaydi. Shundaq, men Yaponiyaga o'qishni bitirib, ondan qaytaman. Meni shuncha jiroqni Germaniyaga nemish qilayotganligi menga tamoman tushunishlik. Qisqasi, men jinimning bericha tirishiman. Shibasaburo jon jahli bilan tirishib o'rgandi. U qisqagina vaqt ichida nemis tilini puxta egalladi. Shibasaburodek bilimga tashna odam uchun aytganda, bu tadqiqot o'rnidagi nurg'un kitoblar bir xazina edi. U hatto tomoq va uxlash vaqtidami kitob jo'stin ayrilmaydi. Nima degan payzi? O'qishni g'ayrat o'qig'ini bilan tomoqni yana Yaponiya paytisi yetganman. Azroq choy iching. Shunday qilib 3 yil o'tdi. Shibasaburoning bilim olishga bo'lgan kuchli orzusi qilcha o'zgarmadi. Haqiqatan shundoq. Bir kuni Qatma bakteriyasi ekan. Qatma bakteriyasi? Noqul aytildirganda. Yo'q, ayrim joylari ancha muvofiq emas. Biz yana kechiringlar, daxl qilgan bo'ldim. Tok chiqaradigan bakteriyaning ismi nima? Qanday narsa bu? bu tok chiqamaydi Sabro. Bu degan tetanos, qatma bakteriya degan shu. Qatma? Bu iliq bolalar oson yuqadigan qo'rqinchli kasal shumi, ha? Gap bolalar oson yuqmaslik emas. Yara ig'izning yuqumli. Bu bolalar osonroq yuqadi. Shibasaburo qatma degan so'zni anglaganaman o'z kichigida ko'rgan echinishli bir voqeani esiga oldi. Uning bir yaqin do'sti yiqilib ketgan bir bani bilan mushundaq kasallik bakteriyasini yuqtirib olib, uzun o'tmay qo'li tortishib og'rib o'lib ketgan edi. Halbuki mundaq kasalga doktorma hech qanday iloj qilinmaydi. Ular dunyo bo'yicha eng qo'rqinchli bu kasalning retseptini izlagan bo'lsa-mu, texi topolmagan edi. Qo'li tortishish qatma kasallik keltirib chiqaradigan eng yomon dushmanmi? Uni aniqlik saqlab davolaydigan dorini topib qoldi ekan-ku. Qatmini keltirib chiqadigan eng yomon dushman futqol tortish emas, kasallik bakteriyasi, ammo u narsani hozircha hech kimning tutanlig'i yo'q. Chunki mundaq bakteriya hamisha boshqa bakteriyaga ayrilish vaqachqa uni ayirmoqmi tez. Agar uni ayirmoqli bo'lgan bo'lsa, bu ishda umid bo'ladi. Undaq bo'lsa, men bir ayirib boqay. Qandaq? Sizmi? Ko'xstas necha qitim sinaq qilib muvaffaqiyat qozonmagan sizga nima qo'yibdi? Men ayirsam qanday qilasiz? Men o bakteriyani boshqa bakteriyalardan cho'qim ayirib chiqaman. Dunyoda nurg'un mashhur olimlar muvaffaqiyat qozonmagan o muvaffaqiyat qozonala bu deyman. Men jazman muvaffaqiyat qozonaman. U bir nimani cho'qim tutaman. Men tibobat ilmining darvosidan kirgan ekanman. Bu ishning o'tisidan jazman chiqishim kerak. Xiriyat tutaman desan kela. Bizning abrozimiz aytgan Krishon. Qatma. Ey, ularni yana qochirib qo'ydim. Ularni jazman tutaman. Haram tamoqlar. To'xtab tur. Men senlarni tutmaydigan bo'lsam, qo'yada kela. Kalva, qo'yada kela. To'xta. To'xtash. Stop, aldım. Men qo'yada kela. To'xta.
Bunu okumana sen. Ben geldim. Hem de o Hem de kaçamaysa. Tokta. Tokta. Ben bulanmadım. Sen nimada adam giyip şu olsa. İpşi olsa demse, bu meni xususiydim. Acep uzal adam gelse. Janoblar, qatmeni keltirib chiqirdigan eng ashaddiy dushman manimiz shu. Men buni tutdim. Men haqiqiy kasbiy dokladni endi yozaman. Janoblar, men bu bakteriyadan foydalanib, qatmi kasalini davolaydigan dori yasab chiqaman. Siz qanday adam kelsiz Shiba Sabro. Muvaffaqiyat qozondi. Ayting, Ko'q apandi, bu narsani nima deb atsak bo'la, ha? Men qatni bakteriyasi Shiba Sabro bizni tutib akilib immunitet qonzardavini yasab chiqdi. Qonzardavidan foydalanib kasalni davolash va uning oldini olish usuli qonzardavi bilan davolash deb atiladi. Buni Shiba Sabro bilan Bayden ismli biraylar birlikda kashf qilgan. Buni o'zi dunyoviy cho'ng kashfiyat. Bugungi kunda Yaponiyada yuqumli kasallik to'rt darajada azaytildi. Buning hammasi Shiba Sabroning iltifotidan bo'ldi. Bundan ayirib qarashga bo'lmaydi. Sizga muborak bo'lsin. Men yana uni mediklab ketdim-ku. O'rta dengizning zumradek suvlari mayin shamolda bilinar-bilinmas to'lqinlayotgan, dengiz ustida biliq chiqishlar yirik parvoz qilayotgan shundaq bir faslda Italiyaning Neapol portiga nurg'un sayohatchilar kelib, italyanlarni alohida xush qilayotgan edi. Doda'nın kemisi portqa kirdimi? U o'lib ketdi. O'lgan odam qayta tirilmaydi. Chaqqan bo'lbola. Hey, Lok degansanmi? Dadamning kemisi cho'qim keladi. Siz kim? Men cho'chak yozdigan sayohatchi. Men sana cho'chak aytib beraymi? Burun Danining bir yilsida Anis ismli bir bola o'tgan ekan. Uning dadisi Nait Namrat Mozdoskan. Qishning ajoyib sovuq kunlarining birida kishilar Hanisga ko'z yishqib turib, uning dadisining o'lib ketganligini aytdi. Ammo Hanis dadam o'lib ketmadi. Sovuq joyga sayohat qilib ketdi. Kelajili qishda cho'qim qaytib keladi deb o'ylabdi. Anis shunda qilib keyingi qishning kelishini ig'ir besiqlik va umidvorlik bilan davomli kutaveribdi. Anis tushkuga o'xshamamdi. U tozimi dötnemikke. Uning o'rnida sen bo'lsang, shunday o'ylagan bo'larding. Sen har kuni mashada o'tirib mana. Men tushimni ko'rib oldim. Endi shaharga berib ishlay. Anismi ayni vaqtda shaharga berib ishlagan. U shu chaqda endi 14 yoshga kirgan bo'lib, uning uchtsidagi kiyimlari nayt kulgilikdi. Anis shaharda bir teatrxona topdi.
Men usul o'ynayalayman, naqsh etalayman. Meni ishga olsangiz bo'pti-ku. Yo'qol. Teatrxona uni ishga olmadi. Bu chog'da xonisning yonida bir tiyinmi pul qolmagan edi. Saranga olamsiz. Kechiring, men yeni pul solmabdimi? Bundaq sovuqda bunun bilan o't qalasangiz isingili bo'ladi. Rahmat sizga. Xonis qor yoqqan o'rindiqda o'ltirib, bu muloyim va yaqinliq saranga sotquchi qizchaqni bosh qahramon qilib kichikkina bir hikoyani to'qib chiqdi. Sarangini setib olmasang, uyga qaytquchi bo'lma. Saranga ilinglar. Saranga ilinglar. Kim saranga oladi? Saranga ilinglar. Saranga. So'qoq. Nima degan so'qoq? Ana. Jannatdagi ana. Saranga kuyib tugidi. Bu bechora qizmi tonglab o'tib qoldi. Bu qizni baxtsizlikdan qanday qutulish kerak? Xonis to'nglig'idan dir-dir titraydi, ammo u yanada o'sha joyda xiyol surib o'ltiradi. Men ketdim. Look, hayot deganda baxtsizlikdan xoli bo'g'ilib bo'lmaydi, ammo buni yomon ish bo'lishi noto'g'ri. Hey, men qaranglar, dadam qaytib keladi-ku. Uningda xabar keldi. Hey, look. Rahmat sizga tog'a. Dadam yaqinda qaytib keladi-ku. Uningda xabar keldi. Atsi yağmur yağdı. Dadamning ishi qanday bo'ldi? Uning ismi dadamning ismiga o'xshaydi-ku, biroq u mening dadam emas-ku. Look, xonismi yakka yegani bir bola, bilamsan? Hanes. Muallim, men bor. Boshqalarga o'xshash o'yna, boshqalarga o'xshash. Muallim, men mushundaq tushundim. Mush tushuncham bo'yicha o'ynayapman. Mana bundaq. Mana. Hanes. Men yana bir deb qo'yay. Sening qilgan ishing boshqalarga o'xshamaydi-ku-ne? Sen o'ynama, bo'ldi ket. Qani, davomlashtiraylik. Hanis yana yalğız qaldı. Bu çağda Hanisning ko'ngliga mundaq bir voqea keldi. U bo'lsa-mu bizga tonish bo'lgan sat o'dak cho'yilsa haqidagi cho'chak edi. Voy, nima ish bu? Nima degan sat cho'ji bu? Qahraton qish kunlarining birida bu rangi sat o'dak cho'jisi onasi va qarindoshlaridan ayrilib yalğız qoladi. Qish ketib bahar kelganda quyosh nurining teptida qorlar erishga boshlaydi. Boshqa cho'jilar onasi ko'ynib obdan baqqashqa hammasi cho'ng bo'lib qatoriga qo'shiladi. Bu chog'da iliq sat cho'jimi uchishga boshlaydi. To'g'ri. Mushundaq yozay. Sat o'dak cho'jisi haqiqiy chiroyli oqodak bepoyon ko'z qaramaz qilsin. Yana nimalar deyapsan, Hanes? Menga chat tur. Men bu Hanesni bir ko'rsam bo'g'idi. U hozir nerede? Bak, qara. Hanes seni turmamdı.
Buni sana sovg'a qilay. Hanis keyin qandoq bo'ldi? U ketib, o'z yolg'iz nomratlik ichida tirishib o'rganishga boshladi. O'rganishga? Mening faqat o'rganish bilan xushim yo'q. Anis o'rganishda boshqalarni yaxshi natija hosil qilgan bo'lsa-mu, Ammo u o'zini faqat ko'rsatmaydi. U qandoq o'rgangan ekan? Hanis cho'chak to'qishga nihoyat mahir edi. U cho'chaklarni to'qib qolmay, yana ajoyib isl maqollarni yozib chiqardi. Shunga maqol yozganda uning uslubi bilan yozish usuliga diqqat qilish kerak. Hanis hatto siya to'nglab qolganda qahrdan sovuqda osh qilsaq turibmi, to'lib toshgan ishonch bilan o'rganishni qat'iy davomlashtirgan. Siz o'xshamamsiz. Undaq bo'lsa siz cho'qim ulug' cho'chak yozg'uchisi ekansiz-da. Anis ulug' odam emas, odatli odam. U ulug' varg'ayni ko'ngliga pukib, yeziqchilikni izchil davomlashtirdi. Look, juda portqib berib boqayli. Ha. Dadam cho'qim qaytib keladi. Cho'qim qaytib keladi. Dadam cho'qim qaytib keladi. Hanis Xriston Andersen ulug' yozuvchi bo'lish sifati bilan bizga nurg'un munavvar cho'chaklarni yozib qoldirgan. Buning ichida Sat o'dak cho'jisi, sarang sotquchi qizchaq va podshoning yengi qatorliq cho'chaklar hozirmi hammaga tonish mashhur asarlar. 遊び好きだけどちょっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してなんちゃらしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずありのありによるありのための